The Butni treyleri taqdimotida Sanjay Dutt Sikandar filmi treylerini superhit deb atadi va Salmon bilan birga bitta filmda suratga tushayotganini tasdiqladi. Sanjay Dutt, Moon Roy, Sunny Singh va boshqalar Mumbaydagi multipleksda o'tgan The Butni treyleri taqdimotida qatnashishdi. Kutilgani kabi, Sanjay Dutt taqdimot davomida o'z javoblari bilan ko'pchilikni hayratga soldi. Sanjay Duttdan Salmon Xon bosh rolni o'ynagan va yaqinda ekranlarga chiqqan Sikandar filmi haqida fikr bildirishni so'rashdi. Sikandar treyleri super hit. Salmon mening ukam. Men doim uning uchun duo qilaman. Xudo unga ko'p narsa berdi. Aminmanki, bu film ham super hit bo'ladi deb javob berdi Sanjay. Uning javobini yig'ilganlar qarsaklar bilan qarshi olishdi. Sanjay Dutt Salmon Xon bilan birga suratga tushishini ham tasdiqladi. Ha, Salmon va men chindan ham birga ishlayapmiz. Ikkimiz aka-ukadekmiz va yana birlashyapmiz. Bizni Muhabbatim va Qani olg'a aka filmlarida birga ko'rgansizlar. Endi yana bizni harakatda ko'rasizlar. Bu jangari film. Uzoq 25 yildan so'ng ukam bilan yana birga ishlashimdan juda hayajondaman va xursandman. Yangi film treylerida Sanjay Duttning og'ir tryuklarni bajarayotgani ko'rsatiladi. Jurnalist uning shu yoshda tryuklarni bajarish haqida so'raganda, Sanjay bunga shu tariqa javob berdi. Bu yoshda bu nima degani? Ko'ngli yosh bo'lsa yoshning ahamiyati yo'q. Butni filmi 18 aprelda kinoteatrlarga chiqadi.